Ogohlik va daxldorlik. Aynan ogohlik va daxldorlik eng avvalo bolalarda shakllantirishimiz kerak bo'lgan eng asosiy ko'nikmalardan biri hisoblanadi. Chunki agar bola bolaligidan ogoh va daxldor sifatida tarbiyalandimi, shakllandimi, u kelajakda jamiyatda sodir bo'layotgan har qanday xatti-harakatda bevosita u loqayd bo'lmaydi. Menga aloqasi yo'q demaydi. Chunki u ogoh va daxldorlik asosida tarbiyalandi. Agar qaysidir oilalarda ogohlik va daxldorlikka urg'u berilmasa, bundan bola qayerdan bunday ko'nikmalarga ega bo'lgan holatda shakllanadi? Albatta unda dastlab bog'chada va keyingi hayotida esa maktabda o'qituvchilari sifatli ta'limi va tarbiyasi natijasida bolaga bergan e'tibori natijasida u ogoh va daxldor bola sifatida kelajakda voyaga yetadi va jamiyatning faol insoni sifatida faol fuqarolik pozitsiyasini ko'rsata oladi. Xo'sh, aynan ogohlik va daxldorlik haqida fikr bildirganimizda, aynan bolalarning bolaligidan hushyor bo'lishi, ya'ni hushyorlikda mas'uliyat bilan yondashadigan va salbiy illatlarga qarshi unda immunitet hosil bo'la oladigan avlodni tushunishimiz kerak. Endi har biriga to'xtaladigan bo'lsak, eng avvalo o'sha hushyorlik va ogohlik nima degan masalani ajratib olishimiz kerak. Chunki hushyorlik yuqorida aytganimizdek, atrofida, ya'ni bolaning atrofida sodir bo'layotgan voqea hodisalarga befarq bo'lmasligi. Hushyorligi bo'lsa, ogohlik bu xavfli, o'sha zararli ta'sir ko'rsatadigan yoki noto'g'ri yo'llarga yetaklaydigan har qanday omillarni oldindan ko'ra oladi va unga qarshi immunitetini yarata oladi. Chunki eng avvalo bildiradigan masalamiz bu ogoh inson xatoni hech qachon emas, ya'ni xatoni kech emas, balki u o'z vaqtida seza oladi. Va shuning uchun ham hushyor holatda ogohligi sabab ham qayta xato yo'llarga hech qachon kirmaydi. Va u hushyorligi sabab ham, ogohligi sabab ham salbiy illatlarga berilmaydi. Va keyingi omilni ko'radigan bo'lsak, aynan ogohlik qayerdan boshlanadi? Ogohlik eng avvalo oiladan boshlanadi. Ogohlik eng avvalo bolaning o'sha onaning qornidaligidan davrdan boshlab tarbiyalanish jarayoni boshlanadigan bo'lsa, keyinchalik dastlabki o'sha fikr bildirish jarayonidan tortib oiladagi muloqot natijasida bolada ogohlik va hushyorlik ko'nikmalari shakllanadi. Yuqorida aytganimizdek, agar bu ko'nikma oilada shakllanmasa, eng avvalo o'sha bog'chalarda va maktablarda shakllanadi bo'ladi. Xo'p, ogohlik oiladan boshlanadi dedik. Bunda qanday jarayonlar kechadi? Bunda eng avvalo ota-onaning tarbiyasi orqali va yaxshi va yomonni bola farqlay olishi natijasida, shu bilan bir qatorda bolalarga berilayotgan tarbiya jarayonida katta yoshdagilarning bolalarga berayotgan pand nasihatlarida yoki bolaning o'z vaqtini mazmunli o'tkazishi yoki ota-onaning oiladagi muhit, tarbiya yoki maktabdagi jarayonda uning vaqtini mazmunli o'tkazishi va eng asosiysi bu bola o'zini do'stini to'g'ri tanlay olishi. Chunki agar ogohlik ko'nikmasi shakllanmagan bolada uning tanlagan do'stida ham shu munosabat, shu ko'nikma shakllanmagan bo'lsa, bunday vaziyatda bu bola ogohlikdan cheklangan holatda, chekingan holatda u noto'g'ri yo'llarga kirib ketishi mumkin. Shuning uchun ham oilaning nazorati, hatto uning do'st tanlashiga ham alohida urg'u berish kerak. Chunki yuqorida aytganimizdek, har qanday ogohlik eng avvalo oilalardan boshlanadi. Xo'p, ogohlikning zararli ta'sirlarini, zararli illatlarini oldini olish uchun nimalarga urg'u berish kerak? Nimalarni nazorat qilish kerak? Bu eng avvalo o'sha bolaning yomon odatlarga berilmasligi va yomon odatlarga berilishi jarayoni boshlanganda uni qaytara olishlik bu yo'ldan. Keyingi o'rinda esa bunday bola noto'g'ri tanlovlarni, noto'g'ri takliflarni rad eta oladi, chunki u ogoh. Va eng asosiylardan biri bugungi kunda ko'radigan bo'lsak, bugungi kunda axborot asri, bola har qanday axborotni ming taqiqlaganingiz bilan boshqa joylardan olishi mumkin. Eng avvalo bu internetlardan. Shuning uchun internet va ijtimoiy tarmoqlardan ehtiyotkorona foydalanishini nazorat qilishlik va ta'minlashlik va bunday jarayonda ota-onaning, maktabning, jamiyatning, mahallaning, bolaning atrofidagi har qaysi shaxslarning bolaga nisbatan bu ko'nikmalarni bera olishi, qaysi ijtimoiy tarmoqlardan yoki internetdan foydalanayotganda zararli qaysi, foydalisi qaysini unga ko'nikma sifatida berib borishligi yoki bolaning aynan ogohligi natijasida turli xil aldov va bosimlarga uchmasligi, chunki unda immunitet bor, yoki o'z xatti-harakatlari oqibatini albatta baholay oladigan jarayonda bola shakllanib borishida.
Chunki ogohlik insonni eng avvalo zararli illatlardan, yo'llardan va noto'g'ri tanlovlardan har doim qaytara oladi va bola o'zi uchun eng kerakli va foydali bo'lgan yo'lni ham tanlay oladi va qaysi yo'llar, qaysidir tanlovlar unga zararga ishlashi mumkinligi yoki kelajakdagi yakundagi oqibati uni salbiy natijalarga olib kelishini mumkinligini aynan ogoh bola ajrata oladi. Xo'sh, bu ogohlikda eng alohida urg'u beriladigan jihatlarimizdan biri bu daxldorlik tushunchasi. Nima uchun? Chunki daxldor bola bolalikdan u daxldorlik ko'nikmasida tushunchasi bilan shakllandimi, tarbiyalandimi, bunday bola ijtimoiy hayotda, ya'ni voyaga yetgandan so'ng jamiyatda ijtimoiy faolligini ko'rsata oladi. Chunki bu qaysidir jarayonda u menga tegishli emas deb emas, balki jamiyatning faol a'zosi sifatida har qaysi jarayonda har qaysi tashqi va ichki omillarda o'zini munosabatini, fikrini bildira oladi. Xo'p, daxldorlik jamiyat, oila, maktab, mahalla hayotiga bevosita befarq bo'lmaslik bu eng avvalo bugungi kundagi daxldorlikning yorqin ko'nikmasi hisoblanadi. Xo'p, daxldor inson qanday bo'ladi? Daxldor inson nimalarga urg'u berish kerak? Eng avvalo o'zi yashayotgan muhitda, jamiyatda qaysidir muammolarga chetdan qarab turmaydi. Balkim o'zini daxldorligini, faol ijtimoiy pozitsiyasini ko'rsata oladi va qo'shila oladi. Keyingisi o'sha yaxshi ishlarga har doim hissasini qo'shadi. Ya'ni yaxshi natijalar olib keladigan ezguliklar yoki savobli amallarda bolaligidan boshlab bunday o'sha daxldor bola voyaga yetgan yoki yoshi ulug' inson, har qanday inson daxldor bo'ldimi, u har qanday ijobiy tashabbuslarda, foydali, savobli ishlarda o'z hissasini qo'sha oladi yoki boshqalarga har doim yordam bera oladi. Va shu bilan birga qatorda tartib va odobga har doim rioya qiladi. Avvalo o'zi, oilada va keyinchalik oila boshi bo'lganda o'zining farzandlariga ham shu ko'nikmani yarata oladi. Va eng asosiysi daxldorlik tushunchasining yorqin asosiy g'oyasi bu bolalikdan boshlab bu menga tegishli emas demaydi. Chunki bolada berilgan tarbiya, ta'lim natijasida bola bolaligidan boshlab har qaysi jarayonda bu menga tegishli emas, bu butun jamiyatdami, bunda men ham o'z faol fuqarolik pozitsiyamni ko'rsata olishim kerak degan fikrni bildiradi. Va shu bilan bir qatorda daxldor inson esimizdan chiqarmasligimiz kerakki, har doim jamiyatga foyda keltiradi. Daxldorlik shuning uchun ham insonda bolaligidan shakllantirish kerak deb hisoblaymiz. Xo'p, keyingi omilda o'sha daxldorlikka qarshi olib boriladigan jarayonlarda, ishlarda bevosita bola salbiy illatlarga qarshi o'zida immunitet yarata olishi kerak. Chunki aynan bu illatlar keyinchalik uni zalolatga olib kelishi mumkinligini u tushunadi va unga bolaligidan bu tushunchalar ota-ona, oila, maktab, jamiyat, mahalla tomonidan doimo nazorat ostida berilib boriladi. Shuning uchun ham daxldorlik asosida bunday bolalar voyaga yetganda yoki voyaga yetgandan keyin ham, keyinchalik oila boshi bo'lganda ham, o'zini farzandlariga tarbiya berayotganda ham salbiy illatlarga qarshi immunitetni hosil qilgan va o'sha immunitet asosida u o'sha jamiyatdagi salbiy immunitetlarga doimo himoyalangan holatda o'zining pozitsiyasini ko'rsata oladi. Xo'sh, buni shakllantiruvchi omillar nima? Salbiy illatlarga qarshi kurashuvchi immunitet bu bevosita to'g'ri berilgan tarbiya orqali, mustahkam iroda va shu bilan bir qatorda doimo unda fikrlash ko'nikmasi bor, shakllangan. Chunki u tanqidiy fikrlaydi. Qaysi illatlar salbiy, qaysi biri ijobiy. Aynan salbiy illatlar kelajakda unda nimalarga olib kelishi mumkinligini tushuna oladi, farqlay oladi va fikrlay oladi. Shu bilan bir qatorda u yashayotgan jamiyatda yaxshi muhitning, sog'lom muhitning shakllanganligi, kitob, ilm va foydali mashg'ulotlar bilan doimo bandligi va halol va mas'uliyatli hayot tarzini tanlashi yoki ota-ona tomonidan bolaligidan uni yo'naltirilishi. Xo'p, shunday ekan, unutmasligimiz kerakki, sog'lom berilgan tarbiya va mustahkam iroda har qanday insonni salbiy illatlardan doimo himoya qiladi va unga qarshi immunitetni bolada yarata oladi bolaligidan. Xo'p, aynan shu ogohlik va daxldorlik haqida fikr bildirar ekanmiz. Xulosa o'rnida bizni bildiradigan fikrimiz aynan ogohlik va daxldorlik insonni eng avvalo jamiyatdagi eng katta illat sifatida e'tirof etiladigan befarqlikdan asraydi. Chunki ogoh va daxldor inson bolaligidan shunday tarbiyalandimi, u hech qachon jamiyatda befarq bo'lib, loqayd bo'lib shakllanmaydi. Va bunday jarayonda beriladigan asosiy xulosa va tushunchalar bular nimalar? Ogohlik tushunishimiz kerakki, har doim eng avvalo oilalardan boshlanadi. Agar oilada
ogohlikka, daxldorlikka oid tushuncha, ta'lim, tarbiya, e'tibor berilmadimi, bu bo'shliqni to'ldiruvchi maskan bu eng avvalo maktab va undan oldin esa bog'cha bo'ladi. Shuning uchun ham eng avvalo oilalarda, undan tashqari bo'shliq bo'ladigan bo'lsa, bog'cha va maktablarda har qaysi bolani bolaligidan toki voyaga yetgunga qadar, inson sifati, shaxs sifati kamol topgunga qadar har doim uni ogohligiga, daxldorligiga alohida urg'u berishligi kerak. Aynan unutmaylikki, hushyor inson har doim zararli ta'sirlarni, natijalarini olib keladigan jarayonlarni oldindan ko'ra oladi va o'z vaqtida sezganligi uchun ham unga qarshi kurasha oladi va u yo'llardan o'z vaqtida qayta oladi. Chunki u ogoh. Daxldorlik jamiyatga hech qachon unutmaylikki, doimo har doim daxldor inson jamiyatga faqat va faqat foyda keltiradi. Shuning uchun ham bunday daxldorlik ko'nikmasini bolaligidan shakllantirishimiz kerak va bu menga tegishli emas degan tushunchani bermasdan, balkim aynan bu men yashayotgan jamiyatda sodir bo'lyaptimi, men ham o'z munosabatimni bildirishim kerak degan fikrni bildira oladi. Va illatlarga qarshi immunitet bevosita tarbiya va ong orqali shakllanishini oila, maktab, bog'cha, mahalla, jamiyat hamkorlikda shakllantirilishini biz tushunishimiz kerak. Shunday ekan, eng yakuniy xulosa sifatida biz unutmasligimiz kerakki, har qanday jamiyatda agar inson ogoh bo'lsa, o'zini asray oladi. Agar inson daxldor bo'lsa, bevosita u o'zi yashayotgan jamiyatni asray oladi. Shunday ekan, avvalo oilalarda, maktablarda va undan ham oldingi jarayonda bog'chalardan boshlab har qaysi bolani bolaligidan ogoh sifatida, daxldor sifatida tarbiyalashimiz shart. Aynan ogohlik va daxldorlik natijasida biz kelajakda faol fuqarolik pozitsiyasini ko'rsata oladigan yangi sog'lom muhitni, jamiyatni yarata olamiz. Shunday ekan, har doim hamisha ogohlikka va daxldorlikka alohida urg'u berishimiz shart.